Xorazm viloyati boshladingmi? Xorazm viloyati Milliy gvardiya chavandozlar maktabi 2022 yil 1-martda o'z ish faoliyatini boshlagan. Hozirgi kunda bizda konkurs sport turi bo'yicha mashg'ulot olib boryapmiz. O'quvchilarimiz 20 dona va bizda 32 nafar otlarimiz bor. Bu otlarimiz ahal tekin, qarabay, poni va nemis otlari. Hozir men sizlarga shu ot sporti bo'yicha tushuntirishlarni beraman. Mana shu jilet. Bu jilet nechun kiyiladi? Bu xavfsizlik uchun. Otga chiqqanda zarur, shuning uchun kiyiladi. Bilasizlar, bizda uloq ko'pkari sport turini bilasizlar-ku. Qadimdan mahalliy sport turimiz, ot sporti bo'yicha shuni formasi mana. Shu formalar narsa. Bunda polo. Bu bizda shu ot sportining polo bo'yicha sport turi bor. Shuni narsa. Keyin mana bunda bu kaska. Mana shu. Buni ot ustuna chiqqanda kiyish shart va zarur. Birinchi ot bilan muloqot qiljakda eng birinchi texnika xavfsizligini rioya qilishimiz kerak. Texnika xavfsizligi birinchi o'rinda turadi. Oyoqda etik bo'lishi kerak, qo'limizda perchatka bo'lishi kerak, jiletimiz bo'lishi kerak, keyin kallamizda kaskamiz bo'lishi kerak. Keyin otdan 10 metr uzoqlikda turgan bo'lishimiz kerak. Otni orqasidan borish mumkin emas. Otni oldindan borish mumkin emas. Keyin otxonaga kelganda maxsus trenerlar, mutaxassislar bilan birgalikda otxonaga kirish kerak. Keyin shu mutaxassislik yordamida otga minish kerak. O'zlaringiz otxonaga kirib, o'zlaringiz otga yana borish mumkin emas. Chunki birinchi o'rinda texnika xavfsizligi. Ot yovvoyi hayvon hisoblanadi.